mashinadan tush. Keling, qoidalarga galing, men bilan gaplashyapman. Mashinadan tushishga majbur emasman. Qarang, sizga nisbatan hozir bayonnoma tuzman, qonun talabini bajarmaganligingiz uchun. Ma'mur javobgarlik olsin, 118 birinchi-qismiga asosan. Tushishga majbur. Sizga tushuntirdimmi? Men Mani oldimga kelib tushasizmi? Qolozatdan tushuntirish xati yozamiz, talabotdan rasmiylashtiramiz. Qonuniy talabni bajarasizmi? Yana bir bor so'rayapman. Shu yoqda yozib bering. Qonuniy talabni bajarasizmi? Keling, transport vositasidan tushib oling. Advokat olaman. Transport vositasidan tushib oling. Advokatingiz sudga olib borasiz. Hozirgi Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Ana. Xudoga soldim garchi. Men unaqa bilimsiz, saviyasiz, men sudda ma'mur javobgarlikka sudda olishimiz kerak ekan. Sharmandalik bu holat, bu men transport vaziriga aytaman, sharmandalik bunaqa bilimsiz xodimni ishga olgani pazdor, uyat O'zbekiston. Ma'mur javobgarligida bayonnoma rasmiylashtirayotganda advokat olish huquqidan mahrum qilyapti. Bunaqa sharmandalik, uyatlik, pazdor. Men transport vaziriga iste'fo so'rayman. Unaqa bilimsiz, men baralla aytaman, bilimsiz xodimga iste'fo so'rayman. Men bu sudda kerak emas bayonnomani rasmiylashtirayotganda huquqlarimizni bayonnomani rasmiylashtirayotganda advokat tarjimon nimasidan huquqimizdan mahrum ekanmiz. Bu ahmoqchilik. Men bo'lmasa meni bayonnomani sudga olib borasiz, bo'tda. Yo'q, hozir bayonnomani rasmiylashtirayotganda huquqlaringiz nerga ketadi? Tushuntirib o'tdim huquqlaringizni. Ana shu jarayon ma'muriy javobgarlik kodeksi 294-moddasi. Bir-birimizni hurmat qilib eshitdik. Siz faqat o'zingizni qarang, men siz telefoningizga gapiray. Hurmatli transport vaziri, jamoatchilik vakili, meni shu joyimni kesmang yuzimni. Men hozir menga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapti. O'sha joyda men bayonnoma rasmiylashtirayotgan joyimda huquq majburiyatlarimdan foydalanmoqchi bo'lsam, yo'q deydi. Sudda bayonnomani advokatsiz, tarjimonsiz, sabab men Xitoy davlatida yashayman, mahrum qilyapti. Bu bunaqa saviyasi past, bilimi past xodimga ishlashiga men noroziman. Transport vazirligidan bunaqa xodimga iste'fo berishini, ishdan bo'shatishini talab qilaman. Sababi men o'z ma'muriy javobgarlikka tortishga qani bilim berdi. Bilim qani? Bilim qani berdi?